Aka, xudo xolasa bugun videoni erinmasdan kuzating. Xudo xolasa aka bugunga 80 bosh. Akalar katta partiyaga yetib kelgan mana bunday to'g'li qo'zilar aka, hammasi jonivorni qarang. Bitta-bittadan like knopkasini bosib aka kommentariyada chiroyli izohlarni yozib turasizlar. Xudo xolasa bo'lib chiqazib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, qo'shqozlari va mana bunday akalar o'sha metrajni velikan, toza, arashan, sog'liq ishqibozlari uchun bugun hafta kuniga payshanba 2026-yil 25-iyun sanasida biz video syomkalarimizni xudo xolasa o'sha mashhur arzonchi va optimchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'ida xudo xolasa Iskandar akamni qo'y fermalaridamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Charchamay turibsizlarmi? Bugunga necha bosh aka? Bugunga Husayn bir 80 bosh qo'yimiz bor. 80 bosh. O'shani bir 3 partiyaga bo'lib, xudo xolasa chiroyli qilib, pullarni yengil qilib chiqazib beramiz. Qo'ylar xudo xolasa ishonchli, sifatli. Toza xudo xolasa Qirg'izistonning qo'ylari, bu yerda O'zbekiston mesni qo'yi yo'q. Bo'ldi aka. Bahona qo'yi yo'q, hammasi Xudo Qirg'iziston. xolasa obunachilarimizga narxini ham yengil qilib, ha? Xudo xolasa o'ta yengil bo'ladi, yo'lda qilib, chiroyli qilib, bozordan xudo xolasa 500 ming, 600 ming qilib arzon qilib, sifatli narsalar chiqazib beramiz. Qo'ylar bir qator ko'rsatamiz. Aka, xudo xolasa biz videolarimizni boshladik. Bitta-bittadan like knopkasini bosib, aka kommentariyada chiroyli izohlarni yozib turasizlar. Xo'p, Iskandar aka, birinchi partiyamizga soni necha bosh aka? Soni bu yerda 18 bosh Husayn. Soni 18 bosh akalar. Ana jonivorni qarang. Xudo xolasa hammasi yiri o'sha siz qidirgan o'sha velikanlardan ekan-da aka. Jonivorlar qarang, xudo xolasa hammasi zo'r. Qo'chqorga Xudo xolasa akalar, o'sha bolani ham zo'r beradigan variantdan sababi akalar, bu qo'ylar O'zbekistonning qo'ylari emas, o'zlaring ko'rib turibsizlar. Hop, Iskandar aka, buni yoshlarini bir qator aytib o'tib keting, bo'y bastini. 2 tish, 4 tish, 6 tish bo'lsa, bir 3 dona 6 tishi bor. Hop, aksariyati 4 tish ekan-da. Shunday, asosan 4 tish. Aksariyat akalar 4 tish ekan. Rasa qo'ylar tobiga kelganda bolani berishga rasa tobiga kelgan qo'ylar. Endi Iskandar aka bitta narsada, buni bo'g'ozga olishsinmi aka, qisirga olishsinmi? 50 Husayn. 50. Xudo xolasa, ha, rasa qo'chqor qo'shadigan oshchoq. Semiz emas, org'im emas. Org'im. Rasa o'ziga oladigan mahal. Qo'ylar lekin bir 3-4 tasi yelin tashab, yelin bezlari qattiq bo'lib qolgan. Xudo xolasa bo'g'oz desa ham bo'laveradi bular. Lekin Iskandar aka sizdan olib turib qo'chqor ham qo'shaveradi. Qo'shib olishadi. Men shu narsa deb sotaman men. Menga ham shu narsada berishgan. Hop, bo'yi nechiga beramiz aka? Bo'ylar 85 ga olishaveradi. 85 plus minusda Husayn. 85 plus minusda aka. Xudo xolasa qo'yiladi, o'zingiz ko'rib turibsiz. Hop, aka, buni obunachilarimizga narxini necha puldan qilib beramiz endi? Narxini xudo xolasa Husayn, hali aytganimdek, bozordan boshqa joylardan qarang aka, mana beraman xudo xolasa. Necha puldan endi aka? Bu endi 8 million sotishyapti, mana qo'yiladi, shu yerga yirik. To'g'ri. Yaxshi qo'yiladi. Hop. Xudo xolasa biz yo'lda qilib beramiz. Sizda unaqa narx yo'q. Bizda unaqa narx yo'q. Necha puldan? Olishsin Husayn, 7,5 dan olishsin. Yo, sal kelishtiring endi aka. 7,5 o'zi yaxshi-yu. Yo, yaxshi narx bo'ldi, yomon demayman. Qo'yingiz ichidan ajratsa 10 millionligi ham bor aka. Bor. To'g'risi. Lekin obunachilarga yengil qilib, xudo xolasa yo'lida qilib qo'yib bering. Obunachilaringizga Husayn bitta gap. 100 ming so'mdan 1 million 800 ming so'm o'tib beraman. Ya 100 ming so'mdan emas, 200 ming so'mdan o'tang bo'pti. 200 ming so'mdan o'tang bo'pti. Bo'pti, olishsin mana. Bar aka. 7 million 300 ming so'mdan aka, xudo xolasa Optimiga oling. Chiroyli qilib Optim olishsa Iskandar aka xayrni ham qilib berasizmi? Qilib beraman. Akalar qilib, yana kelib ustida ham savdolash olishaveradi. Ustida ham savdo qilaver ekansiz aka, xudo xolasa. Mana yoqdi deysa, unisini yana kelishsa berilaveradi. Plus minusi bor. Hop, plus minuslari bo'ladi. Plus minusi bor. Mayda xudo xolasa qo'ylarimiz yiriklari bor. Bitta bir 87, 88, 90 atrofidagilar bor-da. Bor, to'g'ri aka. Yana aytish kerak-da, bu bo'yin 90, mayda internet turib olib 90 oshib kerak yo'q. Kelib ko'rib olib ustida 82, 83 chiqadigani ham bor ichida, bittami ikkita. Hop, 85 plus minusga olishaveradi. Xudo xolasa quyug'i yo'qqa 7 million 300 ming so'mdanga O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi besplatniy. Besplatniy ketaveradi. Xudo xolasa aka, endi keyingi partiyalarga o'tamizmi? Keyingi partiya xudo xolasa to'g'lidi zo'rlardan bor, toza Qirg'izistonda qo'yiladi. Xudo xolasa aka, oxirigacha kuzatib turasiz. Aka, xudo xolasa ikkinchi partiyamizga chiqqan qo'zilarni qarang akalar. Xudo xolasa bular to'g'li qo'zilar akalar. Mana jonivorni qarang. Iskandar aka,
Son necha bosh aka? Soni bu yerda 55 bosh Husayn. 55 bosh akalar, jonivorni qarang, xudo xolasa. Hammasi to'qli variantda 10 oylik, 11 oylik, 12 oylik. Jonivorlar qarang, hammasi chiroyli narsalar ekan aka. Xo'p, aka, hammasi urg'ochimi endi? Hammasi urg'och, hammasi Qirg'iziston Beshkek Akalar. variantida. Yoshidan. Aldansang yoshiga aldangin dedi Husayn. To'g'ri aytgan Shunday aka. narsa bular. Akalar, qarang shunchani ichida birorta qo'chqor yo'q ekan aka. Mana jonivorlar qarang, xudo xolasa, hammasi kelishgan chiroyli narsalar ekan aka. Hammasi shalpan quloq, hammasi haqiqatda. quloqlari ham karbonus. Xo'p, Dumbar azires hammasi kelishgan. chiroyli aka, haqiqatda. Aka, bularni endi bo'yi nechiga beramiz? Bo'ylari 75-80 gacha. Husayn 80 plus minusda, 80 minus bo'lishi mumkin. To'g'ri akalar. 2 sm minus bo'lishi mumkin Husayn. To'g'ri akalar. Lekin bular o'zimizni mana bu yilga barra 5-6 oylik qo'ylarimiz bular. Haqiqatda 12 oylik qo'ylar. 75 dan pasti yo'q. 75 pasi yo'q xudo. 75 plus akalar. 80 ushaveradi, 80 kelaveradi. Xudo xolasa akalar, xotirjam 80 O'saman chiqadi. Mana. narsada bular hali qotib qolgan narsa emas-da. Hop. O'saveradi bular. 90-95 bo'ladiganlari bor ichida. Aka buni ozgina boqib qo'chqardi. Yaxshisini qo'shib qo'yishaveradi. Hozir ham qo'shsa bo'laveradi. Hozir ham bo'laveradimi? Hozir ham bo'laveradi. Hozir ham akalar tayyor ekanda aka. Qo'shqorga tayyor variant. Oling, xudo xolasa qo'chqardi bitta yaxshisini olib qo'shib qo'ying aka, ko'paytirib yuradigan 10 yildan variant. bolasini olishadi, Husayn bo'ladi. Yuzi tanoqlaridan aka. Eng qizig'i aka, birinchi bolasini o'zingiz olasizda aka. Xudo xolasa 10 yillab bolasini olishadi, xudo xolasa. xotirjam tug'ib beradi akalar. Xotirjam. Chunki qo'ylar akalar mesni emas. Hammasi Qirg'izistonniki aka. Xo'p, Iskandar aka, obunachilarni ko'p qiziqtirmaymiz aka. Xudo xolasa buni hammamizni ham narx qiziqtiradi. Narximi Husayn? Xudo xolasa yo'lida qilib, xo'p 55 tami son aka. 55 dona, shunday. Optimaga chiroyli narx qo'yib bering aka. Xo'p, Husayn bularni Optimaga olishsin 55 tasini agar endi bir joyga olishsinmi Optimayli? Bir joyga emas, buni o'rtasidan ham bo'lib olishsin. Shu yerda tayoq tashasin, 27 tasi bir tomonga, 27 tasi bir tomonga o'tsin mayli. Bo'ladigan qilaymi? Bo'ladigan qilib. 62 dan berishadi. Ya sal kelishtiram. Aka aka shuni bitta so'rayman obunachilar uchun. Xo'p, 55 tasini bitta tortarga olishsin, xudo xolasa. 6 million so'mdan yengil barakasini o'zing bitta ikkitaga aka, plus minuslarni xudo xolasa aka o'zingiz yo'lida qilib kelishib oling. 62 ham yaxshi Husayn. Yo 6 dan qilaylik aka. 6,5 67 qo'yib Xudo xolasa 7 milliongacha qo'yadi buni. Maqsad sotish, yengil qo'yib soting aka. Bo'ldi gap so'zingiz. Obunachilaringiz Baraka aka, xudo xolasa akalar 6 million so'mdan shoshilib aloqaga chiqing. Inshaalloh mana shunaqangi tozalarini olasiz aka. Xudo xolasa kelib ko'ramiz deganlarga lokatsiyalar bemalol tashlab beriladi. Inshaalloh akalar. Hop, qiziqqanlarga qo'y Namangan tumani, o'sha arzonchi optimchilar yig'ilgan qishloq, Tepaqo'rg'on qishlog'ida aka. Xudo xolasa qo'ylar turibdi. Iskandar aka bemalol kelib ustida ham kelishaveradi. Ustida yoqqan tanlashsa alohida savdolashib ustida. Xudo xolasa. Ha. Olib ketishaveradi. Dastavkasini o'zim besplatni qilib beraman. Bemalol Qaydan akalar. kelsa ham Akalar qaytib ketishga yerlarga chiqib beraman. qaydan kelsangiz ham aka, xudo xolasa dastavkasi meni bo'ynimga deyaptilar aka. Shoshilib aloqaga chiqing, kelib ko'ring. Men shaxsan o'zim tavsiya qilib qolaman aka. Kelib ustida ham oling, xudo xolasa onlayn savdo ham qilib berasiz aka. Onlayn savdoga menga mono qo'y yo'qdi deyishsa, tashqariga chiqazib beraman. Ko'rishadi. Akalar, Direksion plus minusi bo'ladi, bo'ladi, to'g'ri. Minusi bo'ladi. Kelishilgan holda bemalol qilib beriladi. Iskandar aka, keyingi partiyalar bormi aka? Yana bir partiya qo'ylarimiz bor. Aka, xudo xolasa o'tkazishga shoshilmang. Yana bir partiya qo'ylarimiz bor aka. Ko'rsatamiz ularni. Aka, xudo xolasa keyingi partiyamizga o'sha Qo'chqorda aka haqiqiy zo'ridan aka. Neobichnisidan, Husayn. Bonuslar ham akalar kelgan, chiroyli Qo'chqor ekan aka. Quloqlari ham. Endi Iskandar aka, bu muna yurgan sovliqlarim bor dedingiz-a? 5 dona Husayn hisorini zo'rlardan bor. Sorini zo'rlari aka, muhimi puli arzonlaridan ekanda aka. Qo'chqor bilan bir 2 haftadan bosib yurgan sovliqlar bor, Husayn. Akalar, 2 haftadan birin mana shu Qo'chqor bilan yurgan sovliqlar ekan aka. Yoshlardan 2 dona to'qli, Husayn, tish buzmagan. 2 dona to'qlisi aka. Ha, 1 donasi jonivor. 4 tish, 6 tish, Husayn. Hop, Bo'ylari xudo xolasa 80 plyusda. bo'ylari akalar 80 plyusda ekan, xudo xolasa. 2 donasi to'qli, hop. 3 tasi yosh qanaqa sovliqlaringizni? 2 tish, 4 tish, 6 tish, Husayn. 2 tish, 4 tish, 6 tish variantidan ekan aka. Mana jonivorni Bir qo'ra xudo xolasa. aka, xudo xolasa endi sovliqlaringiz hammasi alohida bitta narx bo'ladimi? Qo'chqor baribir alohida narx bo'lsa kerak. Qo'chqor alohida narx, Husayn. Deydi
to'qlilarni alohida, katta qo'ylar hammasini alohida ham narxini aytib beraveraman. Xo'p, Quyug'i suyuq optimiga ham chiqazib beraveraman. hop, quyug'i, suyuq aka mana shu 5 ta sog'liqni narxini aka chiroyli qilib kelishaylik. Bo'yin nechiga berasiz? Shu 5 tasini. Endi 80 ga beraveraman. 5 tanigini aka 80 ga beraverasiz. Hop, qo'chqor 90. Qo'chqor 90. Qo'chqor boshqa bo'lak narsa qo'chqor. Qo'chqor haqiqatda boshqa ekan. Endi ikki o'tdi. Endi ikki o'tdimi? Endi ikki o'tdi. Sog'liqlarni nechi pulga berasiz? Sog'liqlarni Husayn hop. Beshalasini bir joyga oldim deysiz-da. Pulini yengil qilib qilib. beraman. Yo, sal. Demayman. 5,5 bo'ldi aka. Har doim siz aytganingiz bo'lar ekan. Endi biz obunachilar tomonmiz-ku. Bizni ko'rib har qancha arzon olishsa, 56 dan olishsa. ya 5,5 dan qilaylik aka, sizga yarashmaydi. Bitta optim sotasiz hammasini, xudo xolasa. Bar aka akalar. Xudo xolasa bo'lsa beraman. Bo'ladigani akalar. 2 ta tanlab oldim, 3 ta tanlab oldim desam, O'zi bo'ladi. to'g'risi Iskandar akam-da internetlarda ham kuzatishyap turgan bo'lsa, 5,5 ga qo'zini yaxshisini ham berishmayapti. Akalar, aloqaga chiqing. Mana qangi sog'liqlar, xudo xolasa aka. Xo'p, Iskandar aka, qo'chqor necha pulga berasiz aka? Oxiri taqalgani. Qo'chqorni o'zini bo'lsa, O'zini Bo'ladagani 8 millionga beraman. 8 million so'mga akalar. Bo'ladi. Xudo xolasa aloqaga chiqing, aka ulgurib qoling. Qo'chqorda aka razrezlari ham kelishgan. Xudo xolasa Bu qo'chqorimiz arashan gibrid. haqiqatda chachishgan ekan. Hisori bo'lib Chachishgan hisorimizda ekan. bu arashan gibrid qo'y bu. Shu 10-15 ta sog'lig'ingiz bormi aka? Xudo xolasa aloqaga chiqing, mana shu qo'chqorni olib qo'ying. Xudo xolasa menimcha akalar bolalari yaxshi tushadi. Iskandar aka, keyingi partiyalar bormi aka? Yo'q, bu oxirgi partiyamiz, sen bugun. Oxirgi partiyamiz ekan aka. Xudo Mana shu xolasa qo'chqorda o'zi 2-3 tasi qo'ylarimiz qochib qoldi. O'zim ham ko'rdim. Mana shu sog'lig'imiz ham, oxirda ketgan sog'lig'imiz ham kecha irg'ayotganini ko'rdim-da. haqiqatda akalar qochib qolgan bo'lishi mumkin. Endi qo'chqor bilan yurgan bir narsa deb bo'lmaydi akalar. Xo'p, videoni erinmasdan ko'rganlardan hammasi Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Alloh chorvalaringga baraka bersin aka.